Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Toshkentga ketmoqchi bo'lgan hamyurtlarimiz uchun mana xudo xolasa Moskvadan O'zbekistonga qarab jo'nab ketayotgan avtobusimiz mana ko'rib turibsizlar. Moskva vokzaldamiz aziz vatandoshlar. Kimga shunaqa sifatli komfort avtobuslar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Mana hamyurtlarimiz o'z biletlari bilan Moskvadan O'zbekistonga qarab jo'nab ketmoqda aziz vatandoshlar. Ekranda ishonch nomerlari qolgan, bemalol bog'lanib ketinglar. Aka qalay, yaxshimi? Mana biletlaringlarni oldinglar. Hammasi qonuniymikan aka? Tavsiya qilasizmi aziz vatandoshlarimizga? Aziz vatandoshlar bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana akalarimiz ham biletlari bilan xudo xolasa ketishmoqda aziz vatandoshlar. Yuk masalasiga keladigan bo'lsa 50 kilo 60 kilogacha yuk olsanglar bo'laveradi. Dokumenti yo'q aka ukalarimiz ham bemalol kelib murojaat qilsa bo'laveradi. Aziz vatandoshlar, tanlovdan adashmanglar. Sifatli avtobuslar faqat bizda. Manzilimiz Katenniy vokzal. Aka-ukalar, opa-singillar bemalol telefon qilib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.